Assalomu alaykum. Mana shu kovultimiz 1-2 yil oldin 90 talik balon bilan qo'ydirib ketuvdi. Oldiga qo'yib bergan komplektatsiyalarim AT12 Italiyada ishlab chiqarilgan. Alohida boyagi 0.31 farsumkalar bilan qo'yib berdim. Aka baraka topdim debdi. 2 yil bo'ldi mana qilt etmay ishlayapti dedi. Miyasi ham Polshada ishlab chiqarilgan Stag Gofas 200 hozir kompyuter ishlarini qilib beryapmiz. Hech yoqqa olib bormay mana o'zingizga olib kelib yana kompyuterni to'g'irlatib ketaman deb ketdi. Alloh rozi bo'lsin. Sifatli narsa doim yaxshi. Sifatga intilaverish kerak. Arzon zapchaska uchmasdan o'sha yaxshi original zapchasalar bilan qo'yilsa agar mashinani ishlashi ham, effekti ham zo'r bo'ladi. O'sha mana 2 yildan beri qilt etgani yo'q. Faqat shu kompyuterni ko'rib yaxshilab qilib bering deb yana ko'rsatgani ketdi ekan. Yaxshimi yurishlar aka? Italyanskiy reduktor AT12 0.31 farsumka bilan juda maromida haydadim, maza qildim dedi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizni pastdagi raqamlarimizga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Eng original zapchasalar bilan qo'yib beryapmiz. Hozir 0.31 farsumkalar bilan reduktorimiz Italiyada ishlab chiqarilgan AT12 bo'ladi. Stag Gofas 200 original miya bilan orqa komplektatsiyasiga buni zavodskoy chanalar bilan qo'yib beryapmiz. 90 talik balon. Akalar uchun 0.31 farsumka Polshada ishlab chiqarilgan. Alohida qaldirg'och ballariga o'xshab. Buyoqda esa AT12 Italiyada ishlab chiqarilgan eng original reduktorlar bilan o'rnatib berdik. Boshqaruv blok sistemamiz esa Stag Gofas 200 bo'ldi. Originali. Avvalgi chanalar bilan eng zo'r zapchasalar bilan chiqib ketyapti. O'zini qadrlagan, o'zini yaxshi ko'rgan akalar uchun.